qori mahalladan o'tibdi deydilar. Qur'onni yodlagan odam mahalladan o'tibdi. E'tiqodimiz shu bildi-ki, ahli Qur'onni yodlagan odam shu mahalladan o'tsa, mahallani qabristondan Xudo 40 kun azobni ko'taradi deganlar. 40 kun. Endi bu ajab emaski, sizning xonadoningizdan bir ahli Qur'on chiqsin, Xudoning kalomini bilgan odam chiqsin. Hazrat Hasan Basriy rahmatulloh alayhi bir omi muridlari bo'lar ekan. Omi muridlari doim ziyoratga kelib turgan muridlari bir kuni kelmay qoldi. Ko'chada ko'rib qolib Hasan Basriy aytgan ekanlar: "Ha, nimaga kelmayapsan?" "Ha, tafsir, men Xudoga yetishib qoldim. Har kuni shu xufton bo'lsa, xuftondan keyin men Xudo bilan gaplashyapman" debdi. Omilidan Xudo shunaqa uni shayton aldabdi. Aytdi, "Men Xudo bilan gaplashyapman" desa, Hazrat Hasan Basriy aytgan ekanlar: "Bu kecha ham Xudo bilan gaplashib turgan vaqtingda meni nomimni bir tilingga olgin" debdilar. Hasan Basriy degan debdilar. Kechqurun yana o'sha xuftondan keyin arshi a'loga chiqib gaplashib, Xudo bilan gaplashib turgan bo'lsa ham shu ustozlarining gapi tiliga kelib qolib, Hasan Basriy degan ekan, ko'zi o'zi bir go'ngtepani ustida o'tirgan ekan. Uni shayton har kun go'ngtepani ustiga olib olib, "Sen Xudo bilan gaplashyapsan" deb aldavar ekan. Hazrat So'pollar aytadiki, ko'ryapsanmi? Bu hikmat nima, falsafa nima? Falsafa shundan iboratki, yaxshi odamning nomi shaytonning ishini rasvo qildi. Yaxshi odamning nomi bir marta zikr qilinganda shaytonning ishi hammasi tushga chiqib ketdi. Endi seni uyingga yaxshi odamni o'zi kelsa nima bo'ladi deb gumon qilasan deydi. O'sha yaxshining nomi zikr qilingan odamning o'zi sening uyingda paydo bo'lsa, u yomonmidi? Shayton sening uyingdan qochadi albatta deydi.